Qovunchi akalarimiz to'g'ri keldi. Akalar qovunlaring mana aptoda, bundan tashqari yomg'irda qolib, mana bunga o'xshab chirib, bozlanib ketyapti. Endi O'zbekistonda yangilik, agarda shunaqangi shumkali, leksali naves qildiradigan bo'lsalar, qovunlaring har doim mana bunga o'xshab yangidek uzilgandek sveji turadi ekan. Kimga shunaqangi naves xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Qilgan dehqonchilarning har doim, ya'ni quyoshning nuridan, yomg'irdan saqlanib turadi. Xo'sh, ushbu navesimiz gibrid variantda bo'ladi, qadrdonlar. 1 kvadratini bitishi, ya'ni ketyapti turgan usta haqisi, material ustanovkasi bilan birga 350 ming so'm ekan. Agar sizga shumkali naves o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini bitishi 300 ming so'mdan boshlanar ekan. Undan tashqari lazerli variantlari bor, qadrdonlar. Lazerlar 1 kvadrat hamma yo'q ketyapti turgan material usta haqisi hamma yo'q ichida 450 ming so'mdan 550 ming so'mgacha har xil variantlari bor ekan. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha shunday telefon qilsalar akalarimiz o'zlarining ustunxonasida yasashib, butun O'zbekiston bo'yicha olib borib ustanovka qilib berishaveradi. Bitta like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar.